bizda kredit produktlardan hamma produktimiz ochiq. Ipoteka kreditimiz bor. 8%. Avtokreditlarimiz bor. Bu mening mahallam doirasida biznesga birinchi qadam. Mening mahallam 17 million so'mgacha. Bu sug'urta bilan. Bitta kafilimiz bilan 50 million so'mgacha 26% kreditlarimiz bor. O'zimizga ajratilgan mahalla. Undan tashqari oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun 18% dan kreditlarimiz bor. Bu hokim yordamchisi orqali ariza beriladi. Mahsulotga, chorvachilik, parrandachilik, qandolatchilik yo'nalishiga qarab. Bunda bir joyda ishlashim kerakmi yo ishlamasligim kerakmi degan narsa bo'lmaydi. Bu o'zini o'zi band qilgan. Hamma fuqarolarimizga beraveramiz. Hamma mahallamizda bor, o'ziga yarasha ko'rsatilgan hokim yordamchilari orqali ariza bersa bo'ladi. Ya'ni bu bir joyda ishlasa, ishlamasa qo'shimcha daromadini, aholining daromadini oshirish uchun prezidentimiz tomonidan qulay, imtiyozli qilib qaror bilan ishlab chiqilgan bu kreditlarimiz. 3 oydan 6 oygacha, 1 yilgacha imtiyozli davrlar bor. Kredit muddati 3 yilgacha kelgan. İmtiyozli davrdan o'tgandan 30 milliongacha summasi, 1 milliondan shu 33 millionga bo'layotgan summadan tanlasangiz bo'ladi. 10 million so'mgachasini hozirda plastik kartaga tashlab beryapmiz. Haligi mahsulotni o'zim borib olib bozordan sotib olaman deb ariza topshirgan mijozlarimiz. Yo'q, mahsulotni o'zini olish uchun ta'minotchi bilan shartnoma tuzgan mijozlarimiz uchun pul o'tkazish o'rniga shu 33 milliongacha bergan arizasiga qarab pul o'tkazib beryapmiz. Undan tashqari boshqa kreditlarimiz ham bor. Hamma produktlarimiz ochiq. Kredit olgandan keyin bankka kelib to'lasam, haligi uzoqdagi uchun mana ilovalarimiz ishlab chiqarilgan. Misol uchun plastik kartangizni o'zidan yechib olish ham mumkin, lekin o'zingiz kreditni boshqarishingiz ham mumkin. Uni boshqarish uchun Mavrid ilovasi bor, biz o'zimiz bilan tomonidan ishlab chiqarilgan. Har qanaqa to'lovlarni qilsa bo'ladi bu orqali. Uskartdan humoga bu pul o'tkazish bepul o'zimiz kartalarimiz ichida oylik limiti bor. Undan tashqari boshqa to'lovlarni amalga oshirsa bo'ladi. Kommunal to'lovlarni, kredit to'lovlarini, svet, gaz, suv, boshqa ishtiroq to'lovlarini amalga oshirsa bo'ladi. Mavrid ilovamiz bor. Hozir bu qilsa bo'ladi, ochtirib ishlatib yursa bo'ladi. Avtobusda chiqqanda ham, maktab bog'chalarga yo'l ham ko'proq maktab o'quvchilari ishlatishadi hozir. Buni qilmaysan, lekin muddati 5 yil bola joylarni ishlatib, mana virtual onlayn o'rgatsa bo'ladi ularni, bola joy ishlatib yursa bo'ladi. Uskart kartamiz bor, bundan narx qilmaysan, u bemalol bundan pul tushirib, xohlagan bankomatdan pul o'chib, xohlagan to'lovlarni amalga oshirsa bo'ladi. Hamma do'konda ishlaydi, O'zbekiston bo'ylab barcha joyda ishlaydi. Huma uskart bu asosan boshqa kartalar uchun pensiya yoshga chiqqanlar uchun ajratib beramiz. Muddati ham bor buni. Birinchi olayotganlar uchun bepul. Birinchi anaqa bo'lishi. Birinchi olib qolsa, sindirib qo'ysa, boshqa usul ishtirok to'lovi bor. Lekin amal qilish kerak 5 yil. Bor, chet elda ishlaydi. Bizda bortimiz bor. Butun dunyo bo'ylab ishlaydi. Mana shu dunyo bo'ylab hamma davlatlarda ishlasa bo'ladi. Ishlatsa bo'ladi. Pul yechish, pul tushirish O'zbekistonimizda ham yechsa bo'ladi. Visa klassik kartamiz bor, narxi 30 ming so'm, ham xuddi shunaqa. Dollarda ishlaydi. Chet elga chiqqan fuqarolar uchun, valyutada ishlaydigan fuqarolar uchun ancha qulayliklari bor. Savol bor. Mana hozir men kredit olmoqchiman. Ayolim keldi, mana. Uni endi unga kafillik men o'tishim kerak ekan. Buni o'zini o'zi band qilish kerak ekan. O'zini o'zi band qilish uchun men anavi narsaga borishim kerak ekan. Soliqda. Yo, soliqqa endi qarab turingki, hozir men o'zim Namangan viloyat teatrida haydovchi bo'lib ishlayman. 3 million oylik. Endi men o'zim ham kreditga kafillik kerak. Buni nima? Hozir sizda mana hozir mana shu pastda qandaydir sug'urta narsasi bor ekan, o'shani qilib, misol uchun mana hozir men 17 million pul olsam, o'sha sug'urtanikini olingan kuni pulni o'sha yerdan yechib tashlab ketsa bo'ladi-ku, deyman-da. Sug'urta deganiga to'liq qilsangiz bo'ladi. Kafillik asosida bor, kreditimiz ham yo'nalishi bor. Misol 2 xil 3 xil deymiz. Kafillik asosida etilayotgan kreditimiz ham bor.
kafillik asosida olaman desangiz 50 million so'mdan boshlanib bizim mahallamiz Qorako'ldansa, Qorako'ldan bo'lsa bitta kafilimiz kerak bo'ladi. O'zimiz bankdan foyda beramiz. Yo 17 million so'm olaman sug'urta bilan deydigan bo'lsangiz, sug'urta bilan ham qildirib beramiz. Yo, o'shanga hozir unda kafillik men aytmoqchimanki, hozir mana hozir 500 ming, 600 ming sug'urtaga to'lov qilib turib, negadir men kredit olishim kerak ekan. Hozir men 17 million baydan pul chiqarib beriladigan bo'lsa, mashina o'zida o'sha sug'urta kompaniyasiga o'sha 500 ming, 600 mingni haligi 17 millionni ichidan shunday chiqarsa bo'ladi-ku demoqchiman. Bo'ladi, qildirib beramiz. Qilsa bo'ladi. O'sha problema bo'lyapti. Xolos, hozir ayolimga men kafillik qilishim uchun ayolimni yana narsa soliqqa borib turib, buni banklik Siz o'zingiz bank qildirdingmi, qilmadingizmi? Men o'zim ishlayman. Siz o'zingiz nomingiz bo'lsa bo'ladi, Ha? Bo'ldi, tushunaman. Hozir men chiqib shug'ullanaman o'zim. Birga, siz bilan birga chiqib, xudo xolos bo'lib chiqaveramiz. Hozir men o'zim shu Namangan viloyat teatrida 7-8 oydan beri haydovchi Haqqingiz egasiz. ish haqiga egaman-da. 2,5 million, 3 million. Avval rasmiylik plastikga tushadi. Ularga qiynalmaysa, nima masala ishlatmoqchisiz buni? Mol boqasizmi, to'g'ri boqasizmi? Endi uchastkaga